بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كتاب في أحكام الزنا والنظر في أصول هذا الكتاب في حد الزنا مش bölümde biz zina cinayetinki belgilengen cezası hakkında toxtalımız. Had degan belgilengen ceza. Manchilik deyilgan. Ya 80 dirham yoki 100 dirham yoki kallani elish yo qo'lni kesish yo qo'l-putni kesish degandek aniq belgilangan jazolar hududdir. Uningdan tuvan aniq belgilanmagan lekin qozining imomningki belgilashi qo'yib qo'ygani ta'zir bo'ldi. Va fi asnafiz zina zinaxo'rlarning turlari va fil uqubat li kulli sinfin minhum va fima tathbutu bihi hadhihi al-fahisha zinaxo'rlarning har bir turiga qanday jazo keladi? Muhsan bo'lganda, bikr bo'lganda, qul bo'lganda, hur bo'lganda. Va fima tathbutu bihi hadhihi al-fahisha mushu fahisha ya'ni mushu ig'ir qabih jinoyat qaysi usul bilan nima bilan isbotlandi? Qur'on Karimda buni fahisha deb atadi. Va la taqrabuz zina innahu kana fahishatan va sa'a sabila. Yani qad aflahal mu'minun da vallazina hum li furujihim hafizun. Mu'minlarning sifati va la yaznun dedimi? Demak bu bir ig'ir jinoyat bo'lg'achqa aniq belgilangan bir ig'ir jazo. Mushu hudud hammasi shu ig'ir jinoyat deb qaralgan jinoyatligi belgilangan jazo. Bunun yengillari bo'lsa ta'zir bo'ladi. الباب الأول في حد الزنا فأما الزنا فهو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين زنا degan nikahsizlam qilingan jimadan iborat dedi. Yoki nikah bo'lishi mumkin deb bir gumonliq yoki nikah o'xshab qolgan bir ahvolmi yo'q? Xo'jayin bilan dedek munosabatimi yo'q? Ashunda bir ahvolda yat ayol o'tirib bo'lgan jimadan iborat. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. Bundan ki ayol olib qolsa yoki cho'risi olib qolsa zina bo'lmaydi. Undan boshqasi zina bo'ldi. Hamda nikah to'g'ri bo'ldi-ku deb shubhalik nikah qilmasa guvohsiz ay guvoh bo'lsin deb nikah qilganda shunda ishlanmasa shu nikah bir shubha bo'lsa undan zina jinoyati bo'ladi. Chunki idrol hududida bir shubha bo'lgan. وهذا متفق عليه بالجملة من علماء الإسلام وإن كانوا اختلفوا فيما هو شبهة تدرأ الحدود مما ليس بشبهة دارئة. Lekin bularda qanday ishlar belgilangan jazoni to'xtatib qo'yiladigan shubha bo'ldi, qanday shubha bo'lmaydi deb shubhani bekitishda turga ayirishda ixtiloflashgan edi. Va fi zalika masailu nadhkuru minha ashharaha. Albatta nima kitobning qoidasi bo'yicha shu masalalarning mashhurlarini bayon qildim. Faminha al-amatu yaqa'u 'alayha ar-rajulu wa lahu fiha shirkun. Masalan bir dedek var. Bu dedekning xo'jayini ikki xo'jayin shirik setib olgan dedekki. Undan keyin bu boshqa bir sizlar shirik olgan dedekka yaqin kasi bo'lamdi emas. فقال مالك يدرأ عنه الحد. Bu mening dedekim deyilgan bir gap bo'lgan ekan, uni bilan birga bo'lib qolsa belgilangan jazo ijro qilmaydi. Chunki buning dediki digilim bo'ldi bir taraf. Menga halol bo'l deydigan bir narsa bor. Va in waladat ulhiqa alwaladu bihi. Tug'ib qolsa shu bola shu kishiningki bolasi bo'ldi, yaqin kelganning bolasi bo'ldi, ha? Va quwwimat alayhi. Ondan shu ayolni baholab xuddi yerimi mening o'g'lim bo'lsa, men yerim nisbimni ozod qilyaptim desa, qarshi tarafninkini baholayib qo'yib, baholab shirkning pulisini berib o'tib, ondan bu o'z oldiga mustaqil umulan ta'lluqda qolib qoldi demak. Va bi qala Abu Hanifa, ya'ni Imom Shafiy, Imom Ahmad shunday qaragan. Va qala ba'duhum yu'azzar. Bunda ahvolda belgilangan ig'ir jazo berilmaydi, faqat unda ta'zir qilinmas.
yani qazi muvafiq bir jazo berdi demoqchi. وقال أبو ثور عليه الحد كاملا إذا علم الحرمة. Bunlar bilib bo'lsam harom bo'ladi deb bildigan bo'lsa, bilib turib yaqin kelgan bo'lsa, uningga to'liq had ijro qilindi dedi. Masalan, bekr bo'lib qolsa 100 darra, muhsan bo'lib qolsa rajm. Buni yaqin qilish harom. Endi yaqin kas bo'lmaydigini bilib turib, yaqin kelsa zina qilganga o'xshash debdi. Lekin bu yerda bir shubha bor. Buning cho'risi bu. Anın çörüsü, çıkkelerinin çörüsü olan iken memleket eymanının bulup qolishi mumkin degan bir şübhe var. Ve hüccetul cema'a kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem idra'ul hududa bis şübhat. Muş hadisga tayinib ko'pchilik olimlar bu şübhatul mulk va buningda undan kim burada belgilangan jazoni ijro qilmaymiz deb qaradi. Vellezina dara'ul hududa ixtilafu. Endi bu belgilangan jazoni ijro qilmaymiz deganlar o'zaro ixtilofga qoldi. Hal yalzamuhu min sadaqil mithli biqadri nasibihi am la yalzam. Ana o'sha ayolga yaqin kelish bo'lgan ekan, badalsiz unda jima qilib qilish shu. Cho'qim. La aqra fil islam. Noliki buning asiyat gaz bo'lmaydi-ku. Yaqin gaz bo'lmagan yaqin kelgan buning mahr to'yliq berish kerak deganda bir gap kelamdi. Biqadri nasibihi. O'zining nasibisi qanchalik bo'lib qolsa, shuningga loyiq. To'liq mahr bermismi? Masalan 50% bo'lsa 50% nasibisi hisobida to'yliq berish kerakmi? Va sababul xilafi hal zalikallazi yughallabu minha hukmuhu al-juz' alladhi la yamlik am hukmu alladhi la yamliku yughallabu ala hukmi alladhi yamlik. Biat talashtan sebebi hazır bunun yerime muşunun nesibisi. Yani bunun nesibisini galip keltirip biz aşı eğirlik basıp muşunun dediki de karamdık. Yani şirkinin nesibisi onu galip keltirip bu şirkinin dediki de bulap gitemdi o. Yani kiminin dediki deyişten de birinci karaş bu muşunun dediki ھېسابلىنىدۇ deymiz. Lakin had diyen bir narsa yok, cezalaş yok diyor bu. Ya bu şirkinin dediki dediğin A tarafını eğirlaştırsak o çağda ceza kıldı diye çıkıyor. Yani muşunun mülkini galip de karamdık ya şirkinin mülkini galip de karamdık. فَإِنَّ حُكْمَ مَا مَلَكَ الْحِلِّيَّ. Çünkü özü iyi olan kısmındaki hükmünü mekte halallık. 50%'ine iyi olan olsa 50% halal bununla. Özünün iddiaçılıklı olan kısmı halal. وَحُكْمُ مَا لَمْ يَمْلِكْ الْحُرْمِيَّ. İyi olmayan kısmının hükmü haram. Başkalarının mülki bu. Demek bu adır şübhe fil mahal bazen. Bazı şübhe diyen şübhe fil fail oldu. Bazı şübhe fil ala buluşu mümkün. ومنها اختلافهم في الرجل المجاهد يطأ جارية من المغنم. Mücahitler düşmanının ayarlarını olacaktı. Tek taksim kılınıp onun birası tegişli kılası ilgili şu türüş ceryanında bu dedektilmesi yakın gibi. Halal oldu o da. فَقَالَ قَوْمٌ عَلَيْهِ الْحَدِّ. Bir grup alimler onlara belgelengen cezanı icra kılmaz. Ya yüzlerre ya ki el-racm. وَدَرَأَ قَوْمٌ عَنْهُ الْحَدِّ. Bazılar icra kılmayınız yaptı. وَهُوَ أَشْبَهِ. وَهُوَ أَشْبَهِ diyen müşahede İbn Ruşdnىڭ tercihi. Müşahede eşbeh bil fıkhı demek. İslam'ın ruhiga, İslam fıkhıga en yakın kıldığın karışmış o. وَالسَّبَبُ فِي هَذِهِ وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا وَاحِدٌ. Müşinin olan ilgiriki meseledeki hadni icra kılmasının sebebi okşaş. O bolsun şübhatul mülk. Vallahu a'lam. وَمِنْهَا أَنْ يُحِلَّ رَجُلٌ لِرَجُلٍ وَطْءَ خَادِمِهِ. Yani bir mesele bir kişi özünün dedikini yani bir kişiye sen yakın gelsen Allah sana der ya mimon kelgan bo'lsa madde xizmatini qilsin deb bilib olsa mayli deb turamiz. Xodimi degan ishada jariya demak dedekni. Xodimatihi demakchi. Faqala Malikun yudra anhu al-hadd. İmam Malik xo'jayinimni bilib olsam bo'ldi degan ekan, bilib olsam bo'ldi o'xshaydi deb halol deb o'ylab qolgan ehtimol bor. Undan keyin bu bir shubha. O'sha jazo ijro qilmaymiz debdi. وقال غيره يعذر. Başkalar belgilengen ceza icra kılmayız, lekin
muvafiq bir jazo bermas. وقال بعض الناس بل هي هبة مقبولة والرقبة تابعة للفرج. Bazıda bu yakın gelsin buldu da bunun belgini bu dedekti sana bir vettin degan gap bu. Çünkü bunun bütün cismi övretiga tabi. Övrətini bir vetkendeken bütün cismi şunun ergişip bilan qo'ldan ish ketgan bo'ldi. Undan keyin bu nimadan iborat? Hozir bu dedekti sana hadiya qilayotgan degan bilan o'xshash. Bundaki bu bilib olsa mayli bo'ldi. Yani az dedek hozir mehmonning bo'lib ketdi. Keyin bu nimaga qaytmaydi. Jazolash bo'lmaydi çünkü o'zimniki. ومنها الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته. Özün oğlunun yoki qizining bir didik bo'lib qolsa, shunga yaqin kelib qolgan ahvolda dada shunga yaqin kelgan. فقال الجمهور لا حد عليه لقوله صلى الله عليه وسلم رجل خاطبه أنت ومالك لأبيك. Bir sahabiga bunda dedi, sen va sening mol mulking hammasi dadangning mulki hisoblanadi degan. Bunda bo'lgan ekan, bu dedekmi, dadaning mulkiga o'xshash dedi. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يقاتل الوالد بالولد. Mesela qisas masalasida mı dada bolasini o'tirib qolsa, qisas kelmaydi. Undan keyin bolaning didiga yaqin kelib qolsa-mu, zina jazosi berilmaydi deb bunda qiyas qildi. ولإجماعهم على أنه لا يقطع فيما سرق من مال ولده. Hatta bolasinin malini o'g'lab qolsa-mu dadasi, dadaning qo'li kesilmaydi. Chunki bu yerda mulk shubhasi bor. Küçükler Cumhurning qarashiga o'xshaydi. Ha? Dadning dediki hikayasimi? Ya onun jazo yo'q deyish mumkin. Ma'noda kuchliroq lekin. Chunki dadamning valisining bilan degan bir hadis yo'q. Ma'noda balangning mol mulkisining mol mulkiga deganda hadis bo'lgan ekan. Dada mana halolg'u bu. Balalarımdan qo'ldikan putin mol mulkan, mening mulkimda mol mulk bo'lgan ekan, balamning dediki mana halol deb o'ylab qoladi. Hozir biz shu o'ylab qolish, endi xato o'ylash yoki halolg'u deb o'ylab qolishni shubhadir. Masalan, bir ayolni to'shmasda bizsa aytib oldi. Nikoh bo'ldi. Lekin bu iddat masalasidan iddat to'shmasini nikoh olsam bo'ldi deb o'ylab qolgan bo'lsa, bu shubha qidral had izlariga bo'lmaydi. Yoki albatta bu shubha boshqa ayolni o'zining ayoli o'ylab qolganlar bor. Burungi kitoblarda chiqdi-ku, bir ayol shu o'zining ayolining o'rnida yotgan bo'lsa, bilib qoldi. Uning ayolini deb o'ylab qoldi deydi. Ayolni tona, qarang'i bo'lsa tonaydi. ولذلك قالوا تقوم عليه حملت أو لم تحمل. Demek aşu dadı demezler. Farzandining dediki qo'saq ko'targan bo'lsin, qo'saq ko'targan bo'lsin, baholandi deydi. Aşu bahasini qilib, odam dadisi aşu bolalarga pul sinirib, dedek dada deb qolgan. Hamalat avlam tahmil degan umulat bo'lsin, bo'lsin degan setishlar. Qo'saq ko'targan bo'lsin, qo'saq ko'targan bo'lsa, hozir bu dada shunday yaqin kelgan ekan, bolalar yaqin kelmaydigan bo'ldimi? Undan ekan bu bolalarning hozir mulkining qarayotgandek bo'ldi. Undan dada pul sinirib, razı qilmas bo'ldi demoqchi. Balasi bilan yaqin kelib qolgansa, o'chaqda nikoh dadasi yaqin kelgan u yengilroq. Balasi yaqin kelgani yengilroq. Dadasi yaqin kelgani bu og'ir. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء لأنها قد حرمت على ابنهم. Dadasi shunday yaqin kelganligidan balasi qaram bo'lib ketdi. Undan keyin fakaannahu istahlaka. Xuddi bu narsani ishlatib bilan yo'qotib o'tgandek bo'lib ketdi. Bolasini shu mulkdan mahrum qilib qo'ygan bo'ldi. ومن الحجة لهم أيضا إجماعهم على أن الأب لو قتل ابن ابنه لم يكن للابن أن يقتص من أبيه. Yani bir meselede, kısas meselede icma qilgan. Mesela çoğun dadisi nevrisini o'ttirib qolsa, o'g'lini o'ttirib qolsa, o'g'li dadisidan qisas olmaydi deydi. Ve kezalika kullu man kana ibnu lahu waliyan. Yana aşı o'g'li ega bo'lgan har qanday kishini o'ttirib qolsa, dadisidan qisas olmaydi. O'g'liga tava adamli baki. Mush o'g'li aşı vali bo'lgan kishilar. Dadisi aşı o'g'lining igdorchiligidagi aşı adamni o'ttirib qolsa, qisas kelmaydi degan ijmo var dedi.
Bundan keyin o'g'lining dedikiga yaqin kelib qolsa had kelmaydi deb qiyos qilibdi. Wa minha ar-rajulu yata'u jariyata zawjatihi. Yana o'zining ayolining dedikiga yaqin kelib qolgan kishi, ayolining dediki bor. Balki bu to'yni qilgan chaqda dadasi hadiya qilib bergan bo'ldi. Qizim xizmatingizni qilishmayapti. Shu uyda unda xizmat qilyapti. Bu eri ya ayol yo'q chaqda dedekka yaqin kelib qolgan. Rasulullohmi Hafsa yo'q chaqda Hafsani o'yda Mariyaga yaqin kelib qo'ydi-ku. Mava unda o'xshamaydi. Mariya Rasulullohning o'zining dedeki. Halol. Mava ayolning dedeki. İxtilaf al-ulama fihi ala arba'ati aqwal. Olimlar buni 4 xil qarashda bo'lib qoldi. Ya'ni bu jariyat zavjati hozir bu odamga halol emasligini ittifoq, mahalla ittifoq bo'lmaydi. Yani o'zining emas bu dedek. Ayolning dedek bo'lgan ekan, buni yaqin kelish harom. Yani yaqin kelib bo'lgan ahvolda jazo ijro qilamdi. 4 xil qarash bor. فقال مالك والجمهور عليه الحد كاملا طلق حد إجراء قنده يطبر ددكم وقال طائفة ليس عليه الحد وتقوم عليه ونغا بلغلنگن جزاء يوق وتقوم عليه ديگن aş dedekning basini hisoblab ayoliga pulisini to'lab berib dedek ig'oldi dedi. Fayaghramuha li zawjati ayoliga to'laydi. In kana tawa'atu degan ay dedek o'z ixtiyorligi bilan birga bo'lgan bo'lsa, o'zi xalaq birga bo'lgan bo'lsa, shunday. Va in kana tastakraha majburlab birga bo'lgan bo'lsa, quwmat alayhi va hiya hurra. Shu odam ayoliga ay dedekning pulisini to'lab berdi, u dedek azod bo'lib ketdi. Yo'q, azodlik endi nikah qilish kerak. وبه قال أحمد وإسحاق وهو قول ابن مسعود. إمام أحمد من قرشي وأمس حسن بصري من قرشي دبتو بعض الله. والأول قول عمر جمهور من قرشي عمر رضي الله عنه قرشي. ورواه مالك في الموطأ عنه. موطأ دين كتب ده مش أزدت عمرنا وقال كنا إمام مالك رواية كلام. وقال قوم عليه 100 جلدة فقط سواء كان محصنا. إنه أيالنا dediki bo'lgandan u muhsan bo'ladi. Ha? Ya'ni bu ayolni dediga yaqin keldi. Bu ayol odam shu muhsan bo'ladi. Tahu tayyiba degan ajoyib. Tayyib degan shu to'y qilib qo'ygan degan bildirdi. Ya'ni muhsan degan bilan o'xshashadi. Ayolni masalan nikoh qildi, bildirmadi. Bildirmaydi dedek bildireklar bildirdi. Bunda tavba saqlaydi. Biraz da. Shunda o'sma iborat sizlarni mahsin ikkisi o'xshash o'g'ini g'alati. Savam kana muhsanan aw bikran desa balki shundan. Masalan ayolni nikoh olibdi, nikoh o'lib birga bo'lib qo'g'icha oldirib ketib dedikilar bo'ladi. Masalan وقال قوم عليه التعزير فهذا أزرق موافق جزاء برمزبته. فعمدة من أوجب عليه الحد أنه وطئ دون ملك تام ولا شركة ملك ولا نكاح فوجب الحد. demek bunun ya şirkçilik yok, ya nikah yok, ya to'liq bir igdorchilik bo'lmagan holatda yat bir ayol bilan birga bo'lgan ekan zina hisoblanadi. Lekin zinaning jazosi berildi debdi. وعمدة من درى الحد ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وطئ جارية امرأته أنه إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها لسيدتها وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها. مش حديثنا روي بويشا u dedek o'zining ixtiyori bilan birga bo'lgan bo'lsa, dedek erning bo'lib ketadi, ayoliga pulni to'lab berdi. Agar zo'lab birga bo'lgan bo'lsa, dedek hurolab ketadi, pulini ayoliga to'lab berdi. degan hadisning o'z bo'yicha hukm qildi. Ma sayyid so'g'an ekan bu kuchli qildi. Vaydan fa inna lahu shubhatan fi maliha. Yani bir tarafdan ayolning mulkidimi erning mili deb qolgan bir tarafi bor edi. Ayolning qo'lidagi mol-mulk erning mol-mulkiga o'xshab qolgan bir tarafi bor. Bidalil qavlihi sallallohu alayhi vasallam tunkahul mar'atu li thalath. Ayol kishi 3 narsa uchun nikohlab ilindi, yoki 3 narsani ko'zlab nikohlab ilindi degan ekan. Fadakara malaha لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك degan ekan.
Mal mülkini ko'zlab to'y qilish bor. Undan ki mal mülkini ko'zlab to'y qilsa, u erning bo'lmasa u mulki. U ko'zlab to'y qilganning nima foydasi? Demak, erning mulki bo'lib qolgan bir tarafi bor. Yani ayolning qo'lidagi mal mulk erning mulkidek bo'lib qoldi. Shunga men mal mulkini deb to'y qilsam, mening bo'ladiku deb to'y qilaman. degan xuddi maqsad degan ko'zda to'y qilgandek. Ma istilol bak istilol istilol. Degan adamning xayoliga kelmaydigan istilol. ويقوي هذا المعنى على أصل من يرى أن المرأة محجور عليها من زوجها فيما فوق الثلث أو في الثلث فما فوقه وهو مذهب مالك. Yuqorqi qarashni ham jallandirgan bir narsa bor. U bo'lsa-mu, ba'zi olimlar ayol kishi o'zining mulkidimi 3dan 1dan ortiq narsani unda buzib ketib qaydab unda xohlagancha nima qilolmaydi. 3dan 1dan ortiqqa eri tarafidan bir xil chek qo'yilgan bo'ladi degan bir qarash bor edi. Xuddi shu tunkahul mar'atul salas degan degan mal mulki 3dan 1 dairasi bo'lgandek, andan 3dan 1dan ortiqini tasarruf qilish uchun cho'qim erning ruxsati bo'lishi kerakdek bir tushunish bor deydi. Yoki 3dan 1dan yuqoriroq qismida erning ruxsati tasarruf qilinmaydigan bir ahvolning borda. Nonki shuni kuchlantirdi. Xuddi erning bir igidorchilik bor shu ayolning mulkiga deydi. İnsan torpaşka koymuş, yani sizin öğrenmediğiniz sadaka kılamaydı. Özünün mülkü sadaka kıldın, üstüne kılamaydı. Ya, özünün mülkü de hırra. Mava İmam Malik'in üstünde bir diyen nüsi iken. Lekin ayol kishi hır, özünün mülkü tasarruf kıldı. Yani bazılarının bunda bir karışımı da, bu işin yandaş tutsak, bu karışını canlandırdı deydi. Lekin bu delil emas. Bunda qarag'anning bağlagan ekan, unda mush to'g'ri chiqib qoladi deydi. وهو مذهب مالك إمام مالك نقرشكن ومنها ما يراه أبو حنيفة من درء الحد عن واطي المستأجرة بخدمة قلشقة يلغن بر أيضا قاسا مثلا tamak etib biran, o'yin tozalab biran, kirjib biran deb bo'midan do uyga xizmat qilishga yallab ishlatgan ayol bo'lib qolsa, shu ayol bilan zina qilib qolsalar, had urilmaydi deb qarab turgan İmam Abu Hanifa. والجمهور على خلاف ذلك لكن جمهور بن توردمده وقوله في ذلك ضعيف ومرغوب عنه إمام أبو حنيفة مش مسألة سوزة بكلام عاجز أو هيك كم قبول قمغان وكأنه رأى أن إمام أبو حنيفة نلقى أساسا بنا يلا بشتك يلا نزنا خفاسا جزاء كم يدرسا بل كم ده إمام من أقرب موجود أن هذه المنفعة أشبهت سائر المنافع التي استأجرها عليه xuddi jima qilib bahramon bo'lgan mush foydavor o'zirlanish boshqa foydalangan manfaatliga o'xshab qoladi. Xuddi uyda xizmat qilib chaydamlab tomoq kirishib xizmatda foydalangandek zina qilib foydalansimi bu bir foydalanish, lekin bu foydalanish shaqqim bor degandek bir shubha bor edi demak. Lekin bu ojiz haqiqatan unda Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi shunda qaragan bo'lsa-mu, lekin uni qabul qilolmayman. Ha? Ya hur bu. Fadakhalat shubha. Mana shuna bir shubha paydo bo'ldi. Ya'ni foydalansam bo'ldi-ku. Men yallab ishlatgan muddat ichida tamoq etkizish, kirish yurdirish, o'yin taziltishda foydalangandek jima qilib bahram bo'lsam bo'ldi-ku degan bir shubha bo'lib qoldi. Va ashbah nikahal mut'a. Shuna bu vaqtliq nikohga o'xshab qoldi bitta. Vaqtli nikoh o'xshab qolganki, vaqtli nikoh qilgan birisini biz hadis raqamlaydik. Chunki bu nikoh bu shubha, doim bu shunga o'xshash. Nikoh muti shubha qaqatar. Inshaalloh sizga adiblarga arkadek kiyinish so'raylar emasmi? Qanaqa desa? Bizning kiyinish so'raylar. Yani Racih qarashda hür yat ayolda qishda kiyinib yurib. Endi Hazrat Umardan rivoyat qilinadi bu atatashabbahina bil harair deb to'liq kiyingan ayolni darasida o'g'an degan bu. Ba'zi olimlar bu dedekninki avrti odat aksini avrtidek chektirish shurtda, ya'ni tizidan kindikicha. Usta öğretemezsin. Qanday öğretemezsin?
Dedekning içinde biz dok hazırda çolpalıdek şu nakışçı, sazanda, usulçı ayarlı başlama köşedeki erlan o ayarını köse eski fitne fasad bulmamda buldu. Bunisi de meclisi müşemmü ördemeseydi de bu karış. Kandak yapalım. İmam müstehcilliğini emirin tutup olarak düşünüyor. Bunisi Kur'an-ı Kerim'de müminlerine şunda müspetlik edildi. وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُوبٍ Aşu dedeklerine okşa işleydi. Allah'ın bendirleri aşu. وَمِنْهَا دَرْءُ الْحَدِّ عَمَّنْ اِمْتَنَعَ اِخْتُلِفَ فِيهِ اَيْدًا Yana zinaga zorlasa unumay turulab mecburi zina kılıngan kişileri yani bu baskınçılığa bakmasın bunda işler. Aşında baskınçılık ziyankeşlikli uçturganlığa bulap kalsa bunu cezalandırır. Hem de ihtilafe fiil yaptım yani. Cezalayımız diğerliğimi bağ demekçi. Bazı cezalamayımız yaptı, bazı cezalayımız yaptı. Yani cezalayımız diğerliğini için diyen de o. Çünkü o deslapta o halmayı mecburlanan bilen kim özü halap kılışı mümkün. Billi bula şeriyanda halap kılışı mümkün. Ne olur bunun ihtiyarlı bulan kıykaş bu. Da cezalayımız diğer bu. Yani imtana'a an-zina fe ukriha desek doğru çıkıyor. Takdiruhu şundan. Ve bil cümleti fel enkihatul fasidetu umuma kılıp etsek fasid nikahlar dahiletun fi hadal bab. Mesela zavacil mut'a andın nikahil mu'tadda ya ki 4. ayını koyup bir iddet tutuvatkan çağda 5. ayını eleş ya ki sanısını koyup onun iddet toşmasının ağaçını eleş diyendek şunda fasil nikahlar muş bakıp kirdi o. Yani bunu had icra kılamdık, kılmamdık bazıları kılmayımız. Ne için ise şufu var. Bazıları kılımız deyişi mümkün. Ne için ise uzuna da. وأكثرها عند مالك تدرأ الحد. Köpüncüsü İmam Malik hadni bika kılıyordumuz degen. İlla men aqada minha ala şahsin muabbedut tahrim bil qarabet mislun. Fakat lanımda bunda nikah fasidlan ebedi haram kılıngan. Ay maharimlayımız var mı? Ayında yakın tuqqallağa nikah kılınıp kalsa. Mesela birisi anısını nikah okudu deydi. Mesela. Ya özden sanlısını nikah okudu. Bu çağda o nikah olab qotgan bu nikah olgan ekan bu shubha nadra ul hadd dememiz. Bu çağda haddni icra qiladi. Vama ashbaha dalik degan sanlısı, hammasi degandek. Mimma la yu'daru fihi bil jahl. An bunu uqmay qotganma, bunun sınma haram ekan yoki hammama haram ekan uqmay nikah o'qib qotma desin bakar. Çünkü ona her qanday Müslüman ilk qildi aşkar. Hatta kafir bo'lsin har qanday inson buni haram deb qaraydilar. Yani kafirning o'zining sonsiz to'y qilmaydi-ku. Ya o'zining onasi qilmaydi. Bu bil fitra. Demak, yuqorida ba'zi misollar bor, lekin boshqacha masalalarni tilg'am bilan o'tib ketdi. Al-bab al-thani fi asnaf az-zunat wa 'uqubatihim. Zinaxorlarning turlari va ularning jazolari va zunat allazina taxtalifu al-'uqubatu bi ikhtilafihim arba'atu asnaf muhsanuna thuyyabun. Bular bir qatim to'y qilib bo'lganlar. Muhsanuna thuyyab deganni bir qatim to'y qilib bo'lganlar. Ya'ni cho'kanlar. Er cho'kanlar olamdi, ayol cho'kanlar olamdi. Va abkar qizlar. O'g'il qiz olamdi, qiz qiz olamdi. O'g'illarning to'y qilmaganini bikr deymiz. Ve ahrar, hürler ve abid var, ve zukur ve inas, erkek ve kişi var. Vel hududul İslamiyetu thalathatun. Hududul İslamiye degan İslam şeriatı zinaxorlarga belgilengen cezalar 3 türlükte. Zina xas ceza değil mi? Hudud ammatan emas. Rajmun shamma kasa qilish ve jaldun darri urish ve tagrib qalutish. فأما الثيب الأحرار المحصنون تويقيغان زهور شلا فإن المسلمين أجمعوا على أن حدهم الرجم تنسم الله بلانın cezası yani bir qıtım to'g'ri bir nikah qilib ayol bilan birga bo'lgan kishi bo'lib qolsa yani juft bilan birga bo'lgan kishilar bo'lib qolsa ayol bo'lsin er bo'lsin buni muhsan bo'ladi muhsan bo'lgankin bular zina qilib qolsa butun musulmonlar ittifoq çamma kesek bunun cezası.
İlla firqatun min ahlil ahvai. Faqatlan özünün havai havasiga erişigan bir guruh bular rajmni inkar qildi. Rajm degan jazo yo'q. فإنهم رأوا أن حد كل زان الجلد. Bu da har qanday zinaxorninki jazosi darrurush. Bularda kimlar sana? Burunqilardan xavorijlar. Burunqildan xavorijlar. Ma yaqin qildan Qur'onchilar. Hadisni inkar qilgan Qur'onchilar. Masalan, hozir zamonimizda Uyg'ur munosabatlar Turkiyadagi Sulaymoniya vaqti Doktor Abdulaziz Bayandar va musulmonlar turbati mush qarashni bazaga soldi. Mush xavorijlarni qarashi. Hozir shamga qilish yo'q dedi shu. Mush qarash shu. Bularning dalili mana Qur'on Karimda az-zaniyatu az-zani fajlidu dedi, tamam? Yani jald va rajm degan gap Qur'onda. Va innama saral jumhuru lirrajmi li thubuti ahadith ar-rajm. Yani jumhur nima uchun chamma kesak qilish bor, yoki tosh bo'randimdo, chamma kesak qilish yoki tosh bo'ran qilish bor degan qarashida bo'lishi shu chamma kesak qilish hadislarining sahih isbotlanganligidan bo'lgan. Shu hadislarga tayanib turib chamma kesak qilish bor degan. Bu Shia'da da chamma kesak qilgan. Ha? Hozir xavorijlar chamma kesak qilish yo'q. Hozirgi zamondagi Qur'onchilar hadisni inkor qildi. Ama seyit so'simi hadisni to'lmayman dedi Allah. Bu o'zimni Qur'onda bir dalil yo'qmi? Va shayxon degan bu oyat mansub qilib ketib, biz jumhur deymiz. Buning tilovat mansub qilib ketdi, hukmi qolib qoldi deydi. Savla mansub qilib ketgan deydi. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mayli so'z sunnatlari bo'lsin, mayli amaliy ish-harakat sunnatlari bo'lsin, har ikkisida isbotlangan. Hamda şu ayet "Eş-şeyhu veş-şeyhatu iza zanaya farjumuhuma" albatta degan burun Qur'on Karimning oyati bo'lib, keyin bunun tilovat mansub qilib ketib, hukmi qolgan. Shu Hazrat Umar mushrajni keyin taqla inkor qilishidan ansirayman. Bu Qur'on Karimning oyati bo'ldi, biz tushungan, o'zlashtirgan, o'rgangan Rasululloh rajm qilgan. Bundan keyin Abu Bakrning rajm qilgan bu ba'ish demak. Demak, bu oyat lafzi mansub qilib ketgan, jumhurning qarashi. Bu oyatning lafzi mansub. Lafzi uchun mansub qilib ketdi desa, yashinib qolganlar, oqsoqollarning shuni bir izzatlashdan iborat bu. O'lg'anda, mandalamanda qattiq hukm belgilamasdan sal yo'g'abrak nima qilishdi iborat. Chunki oqsoqollar degan o'g'ilning zina qilgan, ig'rilgan. Ya qaraganda zina qilsa bu bir yosh odam zina qilsa bu bir zina, lekin qiradan zina qilsa bu bir xatarlik. Masalan, baydan takabburlik qilsa bu bir jinoyat, lekin kambag'al takabburlik qilsa bu chikkasi jinoyat. Shunga o'xshash. Davom ekan bu yashinib qolganlar to'g'riliq oyatning tilovatini bekor qilyapti, lekin hukmini qoldirib qo'ydi demoqchi majmua. Takhassasul kitaba bis-sunnah. Şu ayetni sunnat bilan taxsis qilyapti dedi. Ya'ni qavluhu ta'ala qaysi oyatni aytsa, shu az-zaniyatu vaz-zani tajlidu kullu wahidin minhuma 100 jalda degan mush oyatni mush sunnat bilan taxsis qilyapti. Bu az-zaniya al-bikr vaz-zani al-bikr zina qilsa o'zlari urilgan. Lekin bir qatim to'y qilgan, nikohlangan kishi zina qilsa, rajm qilish ma'rifatidan belgilanganda qani 50% ga tushirib qo'yiladi. Ham bu Qur'onchining xavorijninki, mush Qur'onga tayinmas, Qur'onda rajm bormikan degan dalilin ojizlik nadim chiqadi desa. Qur'oni Karimda va aqimus solata va atuz zakat degan yani Qur'on Karimda zakatning maqodiri tafsili bormi? Yo'q. Namozning rakat soni, har bir rakatda necha sajda qilish, uning tafsiloti yo'q. Undan keyin Qur'onda yo'q deydigan bo'lsa, sen namozning mancha rakat bu degan bo'lsa qabul qilmaymiz. Hazrati Umar ibn Abdulazning zamonida Hazrati Umar ibn Abdulazni kelib so'g'ali bo'ldi. Bu rajm Qur'on Karimda yo'q-ku. Bunga asosan rajm qilamiz deb tursa, endi unda bo'lsa Qur'on Karimni izlab baxsan namozninki rakat soni tafsiloti
Bağma şimdi bir tepki mana. Zakatın makaliyetini tepki. Altın kümüşken espresen, tügüğün ekstüge, bunda zakat kılaşın bir tepki mesela. Diyendikken, Kur'an-ı Kerim tapamamaykenimiz buna hadis tiba diyendikken ki bu şey hadis tiba. Diyendikken onunla matolu. Lekin bu xavarijlar, konu xavarijlar, hazırki Kur'ançılar, ya ki muşunun yolunu tutmanğanlar, hadisini tepki tutulan, hadisini inkar kıldıqanlar, bular ahlil ahva. Ahlil ahva, xavarij mi ahlil ahva? Müslümanlar cemaatinden bölünüp, öyle çıketkenler bu. Bundan ki buldu, şirzimetun min ahlil ahvai vel bida la yu'taddu bi muhalefati. Bu başkası karıştı boğan, bu da bunu hesap almayız mı? Ve la yu'taddu aydan bi muvafaqatihim. Bu xavarizmin de karıştı boğan. Hazır Kur'an'ın da okşaş bizlerle karıştı, onu mu çok büyük etmemiz? Bu hesaptan sırtım. Niye de bizim bunda bir karıştı bulap kalırlık vardır. Bizden de kısa sigler bulduğum boğaçka koydu. Havada bulaş için. Lakin bizden hakiki hesap kalışıda can tutamaydı. Hesaptan sırt. واختلفوا في موضعين أحدهما هل يجلدون مع الرجم أم لا. Biri çamı kesaklış hükmünü icra kıldıqanlarga qo'shim chiqilib darri urish jazosi ijro qilinadi. Her ikkisini vel mawdi'i thani fi shurut al-ihsan. Muhsan bo'lishning shartlari qanday bo'lgan chaqda bu hamda zina qilsa çamı kesak jazosiga loyiq odam mushunda. أما المسألة الأولى فإن العلماء اختلفوا هل يجلد من وجب عليه الرجم قبل الرجم أم لا. Yani çamı kesak kıldığı adamına başta bir derri urutip yüzlerini Kur'an'ın aşı hüküm boyunca. Onun için onu çamı kesak kılandı ya çamı kesak kıygandıkken buldu onun paçampirat o cezanın cezalanmadı. Çünkü ölüm cezası bu. فقال الجمهور köpçülük alimler la celde ala men vecebe aleyhir rejim. Çamı kesak kılış vacip boğan kişiye derri uruş yok depti. وقال الحسن البصري وإسحاق وأحمد وداود الزان المحصن يجلد ثم يرجم. Toyuq boğan kişiye biz çamı kesak kılış cezası verdik. Lakin şunu icra kılışsa ilgili yüzlerinden bir urutup ondan ki ertesi günü çamı kesak cezasını icra kılmaz. İmam Ahmed'den kelgan qarash bu. Lekin İmam Ahmed'de yana bir rivayette cumhur bilan billah. Umdatul jumhur anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rajama ma'izan. Ay ma'iz degan sahoba men zina qilib qoldim deb kelgan chaqda birinchi kuni yana uni yandiratdi, ikkinchi kuni yandiratdi, uchinchi kuni yandiratdi, to'rtinchi kuni andim. Aqlu shijoyda aniq zot zina degan narsa qildi degan andim rajm qilgan. ورجم امرأة من جهينة مش قبيلدم برأيالمو چما كساق قيغان ورجم يهوديين ناقش يهودي الكاغن چغدا فإن جاءوك فاحكم بينهم ديان بويچا hüküm qo'ygan وامرأة من غامد من الأزد قبيلستن غامد aynoqadan غامدية degan mashhur غامدية deb atalgan. Demek bu ayollarning hazır rajama imra'atan min juhayna ve imra'atan min ghamid dediğo. Demek ki ayollarning ismini bilishadi. Satran alayhinna. Ma'iz degan bir sahabening ismi. Ma'iz bilan g'amidiyaning vaqaligi mashhur. Darhol misolga shu ilindi. Kullu dalika muxarrajun fi sahih. Mana sayyidlarda rivoyat qilingan shu vaqalikning hammasi. Walam yurwa annahu jalada wahidan minhum. Musayyidlarda kelgan vaqalikda Rasululloh ashullarga chamma kesak qilishdan ilgari birasiga yuzlarni urib, undan keyin chamma kesak qilgan ahvol rivoyat qilinmadi debdi. Ve min cihetil ma'na mezmun taraftan aqli delil olsa annal haddal asgara yantavi fil haddil akbar. Küçük cezalar çoğun belgelengen cezanın içine girip gidiyor. Ve derken annal hadda innama vudi'a lizzecr. Çünkü bu hadd degan belgelengen ağır cezalar bu başkalarını şunda cinayetini qilishdan to'sash uchun belgelengen. Fala ta'thira lizzecri bid-darb ma'ar rajm. Undan bu o'lim jazosi berish bilan billa darri urishning ancha ta'siri bo'lmaydi. Yani o'lim jazosi bersak, haqlar boshqalar shu jinoyatni qilganlar qo'rqib qilmaydigan bo'ladi demak.
وعمدة الفريق الثاني عموم قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. مش عموم دلالتنا تتميز تشكيل جروب. فلم يخص محسن من غير محسن. Demek Allah Teala bu ayette bu toy qilib bo'lgan bo'lsa yoki toy qilmagan bo'lsin deb unda ayrig'ini oldi. Ya'ni toy qilib bo'lib, nima chapma kelsak keldigan zinoxo'r bo'lib qolsinmi? Fajdu kullu wahidin min 100 jilda. واحتجوا أيضا بحديث علي رضي الله عنه خرجه مسلم وغيره أن علي رضي الله عنه جلد شراح الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. Bu hadisni İmam Müslim rivayet qilgan, İmam Müslim emas, İmam Ahmad va Nasai rivayet qilgan. Lekin İmam Buxoriy qisqartib rivayet qilgan. Sahih Buxoriyda qisqartilgan holatda bor. Ve qala jaladtuha bi kitabillah ve rajamtuha bi sunnati rasulih. Hazrat Ali shunda debdikan. وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام والثيب بالثيب جلد 100 والرجم بالحجارة. مش حديث ما جلد 100 والرجم بالحجارة كسنة تنأكل ماشي. لكن جمهورنا قرشه شو كشلق. الإمام أبو حنيفة dedi had rajm qilish. Buni qatib jald urush ba'zan qilsa bu bunda bir ta'ziri qo'shimcha bir jazo bo'lishi mumkin, lekin had emas. Wa amma al-ihsan fa innahum ittafaqu ala annahu min shart ar-rajm. Muhsan bo'lishi, ya'ni bir qatim bir nikoh qilib oila bilan birga bo'lgan bo'lishi shu chalma kasal qilishning sharti. واختلفوا في شروطه مش إحسانا قندا بوسا إحسان يسبب ديجان مسألة إطلاق قلده. فقال مالك البلوغ والإسلام والحرية والوضع في عقد صحيح مش شرط لا بلقاسا محسن بالدول. يعني ميال بالشرط وحالة جائز فيها الوضع. يعني والوضع في حالة جائز فيها الوضع. دماغي. Ya, mesela birincisi buluğ, balağa yetken kişi bulaş. İkincisi el-İslam, üçüncüsü el-Hürriye, dördüncüsü doğru bir nikah bo'lgan bo'lsa, shu doğru bir nikahda ayoli bilan birga bo'lgan bo'lsa, nikah qilib nikah ayoli bilan birga bo'lmagan bo'lsa, o chog'da muhsan bo'lmaydi. Yana birisi va halatin jaizun fihal vaqt. Yaqin kaz bo'lgan holatda bo'lgan bo'lsa nima? Ya bu mesela hayızda emas, nifasda emas halatlarımız. Ayollar jima qilish harom bo'lmaydigan chaqda jima qilgan bo'lsa, mesela hayızda emas, nifasda emas, ya ayol ro'zdar emas, o'zi ro'zda emas, bunda holatda jima qilgan bo'lsa, unda muhsan bo'ladi. Lekin bu İmam Malikga qarshi. Yani İmam Malik hozir mahzur holatda nima qilgan bo'lsa, muhsan bo'lmaydi demoqchi. والوطء المحظور عند وطء المحظور degan qaysi? İmam Malik nazarida والوطء في الحيض أو في الصيام. Hayızda holatda yoki ro'zdar holatda jima qilish bu cheklangan. Mush holatda jima qilib qolgan bo'lsa, bu muhsan bo'lmaydi demoqchi. فإذا زنا بعد الوطء الذي بهذه الصفة. Demak, yuqoridagidan nada halol to'g'ri nikohda o'zi balog'atga yetgan hur musulmon holatda aqli joyida holatda bir qatim ayol bilan birga bo'lgan odam bo'lsa, bu muhsan bo'ldi. Bunda muhsan bo'lgan kishi ondan zina qilib qolsa, bu bihadi sifat fahadduhu indahu rajm. Shu chog'da undan buni jazosi belgilangan jazo chamma kasal qilish jazosidir. ووافق أبو حنيفة مالكا في هذه الشروط. İmam Abu Hanife mu İmam Malik'in bu şartlarga ma'qul keldi. İlla fil vat al mahdur. Faqat lam ro'zdar holatda, hayızda holatda jima qilgan bo'lsa-mu, muhsan bo'ldi deb turadi. İmam Abu Hanife. Hozir birisi 25 ta nikoh qilib qo'ygan, ajib ketgan ekan. 60 yil yoki 50 yil umr ko'rgan bo'lsa, 50 yil lekin zina qilgan bo'lsa, shu muhsan bo'ladi. واشترط في الحرية أن تكون من الطرفين. Yani Abu Hanife ikili taraf hür bo'lish kerak. Birisi hür, ikki zina qilganda. Birisi hür, birisi qul bo'lib qolsa, yani muhsan bo'lmaydi. Yani أن يكون الزاني والزانية حرين ولم يشترط الإسلام الشافعي.
İmam Şafii İslam'ın şart kılmadı. Müslümanlar kafirlerin kısmı şu muhsan buldu onun cezası çabuk isek. وعمدة الشافعي ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو حديث متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهودية واليهودية اللذين زنيا. إيش كلامنا؟ شباب كيسا قلده. بقول مسلمان بس إسلام الناس يو. نقولكم محسن بلدنا. إذ رفع عليه أمرهما اليهود. Yahudiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin huzuruna şu vakalikni kötürüp bir taraf kılıp koyuşni taraf kılıp kelgan vaqtida Resulullah ishki Yahudini chamlikka saqlashga buyurgan. Vallohu ta'ala yaqul va in hakamta fahkum baynahum bil qist va in ja'uka fahkum baynahum aw a'rid anhum. وعمدة مالك من طريق المعنى أن الإحسان عنده فضيلة ولا فضيلة مع عدم الإسلام. عند إمام مالك إحسان ديگەن فضيلة. الله bir faziletlik, kamalat sübte. Yani kafir diyen de kamalat sübte olmaydı. وهذا مبناه على أن الوطأ في نكاح صحيح هو مندوب إليه. Bu nimaga tayangansa ay sahih nikahda halal jufti bilan birga bo'lash bu islom targ'ib qilgan bir mustahab fazilatli ish. Undan shunda bir fazilatga erishgan degan bu fazilat egasi bo'ldi. Kafir degan fazilat egasi emas demak. Fahada va hukmu thuyyab. Demak bu cho'kanlarning hukmi edi. Er cho'kan bo'lsin, er cho'kan bo'lsin. Mesela erlarni bir qatim o'ylanganlarni cho'kan deyiladi. Va ammal abkar qizlar o'g'il qizlar olsun, qiz qizlar olsun. Yani faqat to'yib bakmalılar deylar. فإن المسلمين أجمعوا على أن حد البكر في الزنا جلد 100 لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. منضات الاستاتشو. واختلفوا في التغريب مع الجلد. أنا يجدر أرمز لكن يجدر أرشلان قالش جزاء بامو دينده اختلاف شقلده. فقال أبو حنيفة وأصحابه لا تغريب أصلا. إمام أبو حنيفة يقول قالش يو قالش يجدر أرشق قوشنچam de imam muaf qilib qalsa ahvol qarab bir qal versek buning obdan jazo bo'lg'udak ya boshqalarga ibrat bo'lish uchun yaxshi bo'lg'udak deb qarasa qo'shimcha ixtiyoriy qilgan jazo bu lekin belgilangan jazo emas deb qaramoqchi. وقال الشافعي لا بد من التغريب مع الجلد لكل زان ذكرا كان أنثى. Ayol olsun, er olsun, zinaxor olsun, çokum yüzleri uruşulan billah halaş lazım değil. Hurran kana abda, kul olsun, hur olsun, hal etmez. Ve kâle Malik, İmam Malik depto, yugarrabur raculu ve la tugarrabul mer'a. Er kişine pahalayımız, ayol kişine pahalayımız. Ve bihi kâle Evza'i. Onun için ayol kişine pahalayımız, bu ayol kişi zinaxor. Ahlakı yok. Bu pahalayırsak, yalnız mahremsiz şu bir yere pahalayırsak, uyadan qalan şu zina qilib turdi bu. Texmo buzuqsizlikni taqishga sabab bo'ldi. Wala taghriba 'inda malikin 'ala al-'abid. Qullanımı pahalatmaydi. Qullan pahalatsa xo'jayinning foydalanishi to'xtab qoladi. فعمدة من أوجب التغريب على الإطلاق حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه المتقدم وفيه البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. عشان استمشون ده إباركاً. وكذلك ما خرج أهل الصحاح عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قال إن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم وهو أفقه منه نعم اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. ما وصل بالملكراك بناس شنو غرق وغشقا ما إجازة وسلال edep bilen icazet sordu. Hem unşidukallah illa qadaytali bi kitabillah deyişimi sel edepsizlik. Yani Allah'ın hak hurmetiyle sorayman ki, mana şu Allah'ın kitabıyla hüküm qilsa. Unda xuddi Rasulullah'ın da unda münashida qilmasa Allah'ın kitabıyla hüküm qilmaydigandek. Ama o Arabınınki qo'polligining nasi. Ma edep bildigan makşandın idenli en etekellam. Aldıda icazet sordu. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته. Benim oğlum benim kolda işletti yallanıp. Şundan bunun ayarlarından zina yaptı.
وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديته ب100 شاة ووليدة. Yani ben başkalarından sorsam, benim oğlamıma çamba kesek kılıç kildiken, şundan çamba kesek kılınmışsın da, ben 100 koyulan bir dedek kölen verdim bununla. Yani pul verip razı kılıp, çamba kesek kılınmışsın da bana verdim dedi. Hata malumat da kılıp o, şu cezadan kurtuluş için ayında tülenmegen bulup da bunu. Özüre şuna tutuştu. فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ Hani kim? O nadallıdan sormay, ehli ilimden sorsam, فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى إِبْنِي جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ Ehli ilimden sorsam, benim balamga, benim oğlumga, yüzleri uruşulan bir yıl palaş cezası kılırken, rejim cezası kılmayırken, وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجِمِ Ma'nın ayarlığa çamma kesek kılırken, benim oğluma çamma kesek cezası kılmayırken, bakamam, yüz koyulan bir direkin bakar turab ketitme. Yani şunu kaytırılmasın. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله Allah'ın qasam ki sizlarning o'ttiringlarda zot Allah'ın kitabından hukm qilmay qo'ymayman. Amiyak bek diqqat qilaman. لأقضين بينكما بكتاب الله. Anda ikkilanma iqdili bi kitabillarda Allah'ın kitabı hüküm bəslə dedi. Adım mən zat Allah'ın kitabı bilan hüküm qılmay qo'ymayman shunda deb Rasululloh bir ta'kidlama. Endi bu shamma kesak qilish bilan hüküm qilib qo'ydi Rasululloh. Demak, bu hozir bu shamma kesak bilan hüküm qilib qo'yash shu kitobulloh mana. Kitoblarning hukmi ekan, aniq chiqdi. Demak, bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning rajm jazosini berganligi Muşu hüküm hazır kitablarning hükmü deganga chiqilmişdir. Demak, muşu hazır xavariclarga, Qur'onchilarga, musulmonlar turg'i raddiya. Ammal walidatu wal ghanamu faraddun alayk. Dedek bilan qo'y san qaytirildi. Wa alabnika jaldu mi'atin wa taghribu am. Sen o'g'lingga 100 dar urish bilan 1 yil palash jazosi qiladi. Waqdu ya Unays ala imraati hada. Unays shu Rasulullah'ningki shu chog'dagi shu jazo ijro qilgan kadr deydi. Jallat yoki. Unays darhol ma'ning ayilining qishg'i berib so'roq qilgan. Fa in atarafat farjumha. E'tirof qilsa, iqror qilsa, chamma kesi qilib qo'yiladi. فغدا عليها أنيس فاعترفت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فرجمها. اعتراف قilgan ekan, chammakasa qo'yib ketdi. Demak, hozir farjumha degan shu hukm, kitoblarning hukmi shu degan gap. Bu muttafaqun alayhi hadis. Buni teppak qilolmaydi. Qur'onchilar toifasi bo'lib qolsa, muttafaqun alayhi tepdi. Boshqa tepdimi? ومن خصص المرأة من هذا العموم فإنما خصصه بالقياس لأنه رأى أن المرأة تعرض بالغربة لأكثر من الزنا. عنده مش قالك ده تغريب ديان جزاء بعد ده. هذا جزاء سبعة مش هذا سبعة هو جلد 100 وتغريب عند ده. با عنده بعضلا İmam Malik ayollarni taqrib qilsa bo'lmaydi dedi. Nima uchun desa, ayollarni biz faoliyat qilsa yani ko'proq zina qilish va umuman cho'nroq gunohni qilish yoki birisi o'ttirutdi bo'libdilar. Masalan, unda xatarlik ahvolga yo'liqtirish bo'lib qoladi. Deb ashunda qiyos avlaviydek binas qilib taxsis qilib o'tib umum nususini. Va hada min al-qiyas al-mursal. Yani bu hozir masalih al-mursala babidan demakchi. Bu shariatda erni taqrib qilib ayolni qilmoq to'g'risida, sizning o'g'lingiz tarbiyaga biradi. Yo'q, ma jalb masalasi emas, ma rajmda uning gapini qilmadi. وهذا من القياس المرسل. demak bu masalih al-mursala babidan deydi. Yani al-maslahi alladhi kathiran ma yaqulu bihi Malik. İmam Malik ko'pincha ahvolda bunda masalihga tayinib ba'zi qarashlarni o'tirib qo'ydi. Mushu masalih al-mursalaning babidan. Masalih al-mursalani qiyas al-mursal deb ataydi. وأما عمدة الحنفية فظاهر الكتاب. الحنفية دليل آياتنك ظاهر غطيانده. آياتن نگنته الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يبقى تغريد دينك باما يوم. وهو مبني على رأيهم أن الزيادة على النص نسخ.
Bu Hanefi mezhebinin aşında bir usulü kaidesi bular. Ayetinin nas derecesinden sal artıqroq mesela ayette teclidu dedi. Teclidu ve garribu debni qetib qo'ysak, bu ayetinin ma'lum bir qismini amaldan qoldirayotgan bo'lmaymiz. Ve ennehu leyse yunsakul kitabu bi akhbaril ahad. Bunda hadislerden, haber ahad hadislerden Kur'an-ı Kerim'nin ayetlerini nesih kılıç bulunmaydı. Gerçekten bu ilgili kılının bu nesih diyen sözü taksis mühendislik kılısı mı? Şuna kılıçlı bulunmaydı demek. وَرَوَوْ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ حَدَّ وَلَمْ يُغَرِّبْ. Hadi mabuk işlik delilin. Hazreti Ömer ve ondan başka sahabeler ya halifeler belgilengen cezanı bergen yani celb-i mi'ah şu cezanı bergen kalmıgan bu mu güçlük delil. وَرَوَى الْكُوفِيُّونَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ أَنَّهُمْ غَرَّبُوا. Yani şu İmam Ebu Hanife ve başkalar özü rivayet kılışta Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhu'dan hani kalğanlığını rivayet kılgan deydi. Yani özü rivayet kıltırıp amal kılmadı degan gapni da kurtayotgandek. Lekin bular rivayet qilgan bo'lsin, lekin tarjih qilgan bo'lsin. O kitap xabar oladigan nasxumaydi deydi. 100 qamchi o'rinlar deganda 100 qamchi o'rinlar deganda 100 qamchi o'rinlar va palonlar deb qo'sha qo'yilmaydi deydi. Wa amma hukmul abidi fi hadhihi al-fahisha. Hamda mushu jinoyatda qullarning hukmi qanday bo'ldi? Yani zina qilsa qullarning hukmi qanday bo'ldi? Yani qullarning hukmini biz kitobi atibdimi? Anchuncha asli shu bobda bayon qilinsin bo'ldi. Chunki zina qilsa, shu zina qilish sababidan o'rilib ketgan dedak chiqdi bu oyatimiz. Tuqawwam alayhi va hiya hurra dedi. Bu azat qilinib ketgan ishlar shu. Bu oyatda qilgan muammo shu. Fa innal abida sinfan. Qullar ikki turlik. Zukurun ve inat. Amma al-inat fa innal ulama ajma'u ala anna al-amata idha tazawwajat وزنت أن حدها 50 جلدة. Alimler ittifak geldi. Dedekler bunu toy qilgandan keyin, toy qilsa nima bo'ldi? Muhsana oldu. Lekin muhsana oldu deyishdimi biz bir siziq qo'yamiz. Nima uchun desa, İmam Maliklar hurriyat deganni shart qilgan. Undan keyin dedeklar muhsana oldu, yilolmaydi degan mazmun chiqib qoldi. Demek ki bir dedek ayet gipti. Yani bir kulga biripti mesela. Vazenat ayet gip bo'lgandan keyin muhsana desek mesela, undan keyin zina qildi. Anna haddaha 50 jalda. Yani nima uchun bu 50 kichik qoldi desa, aslida bu ashunda zina qilib qilgandan keyin buning jazosi chamma kesak bo'lishi kerak, hur bo'lgan bo'lsa. Endi hur bo'lgandan keyin bu chamma kesaklik demasa bo'lmadi. Bo'lmaganidan da odatdagi muhsan olsun, bo'lmasa zina qilgan jazosini bitirsa 100 dar etdi. 100 dardan yerini ushirib bilan qul bo'lgandan keyin 50 qoldi to'xtaydi. لقوله تعالى فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا أحصنا degan shu oyatdagi so'zlar. Ayet ekkendikken fahişe cinayetini qilib qolsa, bu chaqda ularga hur muhsan ayollarga berilgan jazoninki yerim berildi dedi. Yani al-muhsanat degan hur yatib qolgan ayollar degan. Vaqtalafu idza lam tatazawwaj. Ma'al bikr bo'lgan bo'lsa, to'y qilmagan bikr bo'lgan bo'lsa, bu zina qilsa buning jazosi nimada? To'y qilganmi, to'y qilmaganmi o'xshash bo'lamdi yoki to'rak bo'lamdi? Faqala jumhur fuqaha al-amsar hadduha 50 jalda. 50 deb o'xshash. Ya'ni shu to'y qilgani bilan to'y qilmaganni o'xshash debdi. Va qala ta'ifatun la hadda alayha. Bu ba'zi sahabe tabiinlardan kelgan rivoyat. Tavus jaza berilmaydi debdi. Va innama alayha ta'zirun faqat. Faqat lam muvafiq bir jazoni bersak bo'ldi, lekin belgilangan jazo yo'q. Wa ruya zalika an Umar ibn al-Khattab radhiyallohu anhu va qala qawmun la hadda ala al-amat aslan. Ta'zir yo'q, belgilangan jazo yo'q deb turibdi. والسبب في اختلاف الاشتراك الذي في اسم الإحصان في قوله تعالى فإذا أحسننا. مش فإذا أحسننا ديانك إحسان ديان سوزدا مشتركlik meselesi var. Yani bir neçe mani ifade eden bir söz bu değil. فمن فهم من الإحسان التزوج ayetiş mezmunun ba والمحصنات dediğo Kur'an-ı Kerim'de. Bir ayet ekerler diye buldu.
Yadama mesela nisfu ma alal muhsanat dedi. Mutazavvijat degan ma'noda. Wa qala bi dalil al-khitab. Ash oyatning dalil xitobi tayansa, bunday deydi, la tujladul g'ayril mutazavvija. Tegmagan dedaklab qolsa jild urilmaydi degan gap chiqadi. Bu dalil xitob nerda keldi? Fa idza uhsinna fa in atayna. Agi tegib, undan zina qilib qolsa nisfu ma alal muhsanat 50 darra urildi dedi. Undan keyin ihson qilmasa, to'y qilmagan dedaklab qolsa, bu 50 darra yo'q degan gap chiqadi. Ta'tiru qumnas. Mafhum muxalafa dalil xitob. ومن فهم من الإحسان الإسلام جعله عاما في المتزوجة وغيرها. الإحسان نوع إسلام معنى سوا. مشو معنى مبا إحسان. ونقول إسلام معنى سوا من عندنا أيتكلم ديك بوسون مسلمان ديكلم بوسا اللي درنا دينجب شكله. مسلمان بوغان ديك فايدة أحسننا ديانا فايدة أسلمنا ديان معنى درمج. واحتج من لم يرى على غير المتزوجة حدا. وتوقمغان ديدكلب قاسا يعني قız ديدكلب قاسا زنا قilib قاسا onun belgilengen ceza yok deb qaraganlar bu hadis kimi tayandı. Bu sahih hadis. Hadis Abi Hurayra ve Zeyd ibn Khalid el-Juhani radıyallahu anhuma enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem su'ila anil amati idha zanat ve lam tuhsan. Yani kız bir dedek zina qilib qolsa, hukmi qanday bo'ldi deb so'ralsa, Rasulullah debdikan: "In zanat fajliduha." Zina qilib qolsa, jalturonglar. Thumma in zanat fajliduha. Yana zina qilib qolsa, yana jalturonglar. Hadisning lafzida 3-chi qatimmi bor. Thumma in zanat fajliduha. 3-chi qatimmi jalturonglar, undan 4-chi qatimda thumma bi'uha walau bidafir. Yani thumma in zanat fil marrati ar-rabi'ati demakchi. Bi'uha walau bidafir. Dafir yani ağamchilik bilan bir tana. Tanı olsun setitanglar. Azallan bo'lsa setib qo'ldan chiqartanglar. Yani bunun dalili hadisning bosh tarafi emas, eng oxir tarafi. Belgilangan jazo yo'q degani bu hadisning dasdi inzanat tajdiduha belgilangan jazo bor deganini bildirdi buni. Ama bu hozir ular bilmas, belgilangan jazo bor deganligi dalil emas. Endi bular dalil qilgan nimasi nadasa eng oxirida. Thumma inzanat fabi'uha walau bihabl. Yo'q, 4-chi qatimda jaldurish yo'q mana. Undan keyin jaldurish yo'q ekan deb turadi. Degan oldin 3 qatimda jaldurish bor bo'ldi. Qiziq sirlar ekan bu. وأما الذكر من العبيد ففقهاء الأمصار على أن حد العبد نصف حد الحر قياسا على الأمة. Kullarınki zina qilgan ahvolda jazosi hur kishilarninki jazosini yerimi. Shunami? Miyatjalda yana 50 kishidir. Lekin bu nari kelgan qiyos tarafdan isbotlaymiz buni. Nassan yo'q. Nas dalil yo'q. Chunki oyatdan o'tadi faida uhsinna fa in atayna. Yani bu didaktik keldi. Faida uhsinu va ataw bizna degan gap yo'q. Undan keyin shu oyatdagi didakning hukmiga qiyos qilib bu o'xshash deymiz dedi. وقال أهل الظاهر بل حده 100 جلدة مصيرا إلى عموم قوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. Mana her ikisine kol ya ki hör o bu da atımıdı ayrımıdı. Velam yukhassis hurran min abdin. Yani çünkü bunlar kıyasına etraf kullanırken zahiriler. Ve minen nas men dara'a al-hadd anhu qiyasan alal-amati ve huve şadun. Bazılar dedekte cezalanmaydı dizgin. Cezalanmaydı degandek er qulni aşın kasib turib, bu mu cezalanmaydı deb turibdi. Lekin bu baklam şaz qarash. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما مش قراشمı ابن عباس رضي الله عنهuma'dan rivayet qılındı. Lekin bu ابن عباس رضي الله عنهuma'dan keyin bir rivayet. Yani bir rivayette cumhurdan billah. فهذا والقول في أصناف الحدود. Demek muşu zinanın belgilengen cezalarının türleri hakkında deyilgan sözler muşu deydi. وأصناف المحدودين yana zina sababidan belgilengen cezaga uçrab ketilganlarning turlari haqida deyilgan so'zlar. Va sharatul mujibatu lil hadd fi wahidin minhum. Har birininki shu hadni ijro qilish uchun tepilish kerak bo'lgan shartlari haqida deyilgan so'zlar.
ويتعلق بهذا القول في كيفية الحدود. Yani muşun münasebetlik bahs qiladigan bir masala var. O bo'lsa, mush hududni biz qanday ijro qilamiz? Va fi vaqtiha, qachon ijro qilamiz? Endi va amma kayfiyatuha, endi qanday ijro qilish masalasiga kelsak, famin mashhur al-masail al-waqi'ati fi hadha al-jins ikhtilafuhum fi al-hafr lil-marjum. Chamakiza qiladigan kishiga bir o'rak qo'lab azgaldek shuni tug'izib turib hammadan üstü turib mesela taş atamdı yoki odatda normal maydonda turib ham taş atamdı degan masala. Faqala ta'ifatun yuhfaru lahu wa ruwiya dargan Ali radhiyallahu anhu fi shurahata al-hamadaniyati hina amara bi rajmiha. Ash ayolni chamakiza qilgan chaqda o'rak qo'lab shu o'rakni tug'izib turib chamakiza qilgan. وبه قال أبو ثور وفيه مشاهد سكرشة فلما كان يوم الجمعة أخرجها يعني يوم الخميس يجدرغان يوم الجمعة ويلنا إشقبندن ورك كولاب ورك توز ويبترب شمك يسقطلغان فأدخلت فيها وأحدق الناس بها يرمونها أحدق الناس بها ديان خلا شو يبترب شمك يسقطلغان فقال ليس هكذا رجل شنو عند çölde durup hem etrafı durup çamakiza qiladigan degan azizlar to'xtanglar bu çamakiza bunday qilmaymiz. Inni axafa yusiba ba'dukum ba'dan. Sizlar ba'zilarni atgan tasha uduldigiga taklif qildim. Ayolga atamanlar hozir hamma taraflardan bo'lgan ekan, endi taklif qildi. ولكن صفوا كما تصفون في الصلاة نماز تواندك سفرة صلاة ترونلا ثم قال الرجم رجمان عندن دبتو الرجم رجمان يعني çamma kesak qilishdan ikki turlik bo'ldi. Rajm sirran maxfiy çamma kesak qilish va rajm alaniyatan ochiq oshkora çamma kesak qilish. فما كان منه بإقرار إقرار bilan isbotlangan çamma kesak jinoyati nimadan iborat? Bu rajm alaniya, zina alaniya deymiz. Çünkü iqror qilib uni o'tirib chiqadi. فأول من يرجم الإمام ثم الناس. Endi iqror bilan isbotlangan ochiq oshkora o'tirib chiqarib men zina qildim. Yo'shimay degan ahvolda yoki qo'saq ko'tarib qolgan bo'lsa, bu qo'saqni hammaga ma'lum bo'ldi. Nahki bu rajm alaniya, zina alaniya deganda bo'ldi. Nahki bunda ahvolda çamma kesak qilish usuli qatnashchilar odamlarga qarata qanday bo'ldi? Boshda imom tashriqni boshlab turdi. İmam deganimiz shu vali, emir, qozoqnim. Shuni boshlab turdi. Ondan jamoat atidi dedi. Va ma kana bi bayyinatin endi dalil isbot bilan isbotlanib qolgan zina jinoyati bo'lib qolsa, bu zina sir bo'ldi. Asli maxfiy qilgan bu. E'tirof qilmadi, chiqamadi, chiqan yushur buni. Lekin guvochi bilan bu pashulab qoldi, ya'ni bu maxfiy qilgan jinoyat demak. Bunda olib qalsa, fa awwal man yarjum al-bayyina. Al-bayyina degan dalil paketni tiklaydigan guvochilar. Dastlab guvochilar boshlab chalmoqdilar. Agar guvochining ko'nglida hurmat qildim bunga deydigan bir ish bo'lib qolsa, dastlab qilib chamma etilgan chog'da sal o'zini bir to'xta bu men nahaq ya yolg'on guvoh ba'din bundan nuqson bo'lmaydi deb yenilishi mumkin. Shuna guvohchilikdan boshlaymiz. Rasmda zinodan aniq kelgan bo'lsang, otsan atash. Eğer yolg'on tavba qilib qo'ydim degan so'z to'xtab qolishi mumkin. Shuna guvohchilikdan boshlaymiz demakchi. O'lgüchi odammi yoki o'lgüchi. Deganda ba'zi hadislar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida ijro qilinganida chidamay qechib ketgan chog'da og'zidan qo'llab birib etib o'tirib o'tgan chog'da qo'yib pasam mumti degan. Bunda qo'yib pasim bo'lganlikning bir nimasi. O'ldirib chiqmagan lekin hadisda la yahillu damu muslim illa bi ihda thalath an-nafs bin-nafs wa zina ba'da ihsan at-tark li dinihi al-mufariq lil-jama'a. Andan zina ba'da ihsan degan shu o'ttas bo'ldi degan gap chiqdi. وقال مالك وأبو حنيفة لا يحفر للمرجوم ولكن جميع توز بلا ما تنزل. وخير في ذلك الشافعي وقيل عنه يحفر للمرأة فقط. أي الله كل يمز ألا كل ما يمز.
وعمدتهم ما خرج البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه. يعني bu Ma'azdan vaqalgan qissati Ma'az. Qala Jabir farajamnahu bil musalla. Namoziga, Eid namoziga o'qiydigan joy nima? Musalla degan. Musallal Eid. Shu yerda biz maydonga chiqib, bunga chamma kezak qilib tashatdiq. Falamma azlaqathu al-hijara farra. Tashning zarbisi rasmi uni qijnagandan keyin, og'riqqa chidamagandan keyin bu qechib ketdi dedi. فأدركناه بالحرة فردقناه. شو biz ağzından qo'llab berib, harra degan Madinaning qora sayliqi. Qora tashliq sayliq bordi. Shu sayliqqa qechib borgancha ağzından berib, tash bilan urib o'tirdik deydi. Faradaqnahu, radaqaga tashla urib nasnin degandek. Bu hadisda anna yahudiyan radaqa ra'sa jariyatin bihajar. Faradaqahu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. وقد روى مسلم هذا بو جابرنا حديث معاذ وقال كما وقد روى مسلم انه حفر له يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بحفر حفره لمعاذ في اليوم الرابع 4-cü günde bir orak olanlar da buyurdu. Bu 4-cü gün qanda? 1-ci günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in qışığa to'qilib Resulullah ma cezanı icra İslam'ın zina kıldın. Yani ki sen kalman cahildim o. Özün kavulunu sorup baktı bu kalı sakma o yani bu esip kalardan mı o yani ki sak çatal o. Eğer diskiler hani bunu ağzından tutup bu kalman cahildiğine sen ikrakından dağlan noklar. Eğer diskiler benden kutaya yanaşınlar. Övgünü kilip benden kutaya yanaşınlar. Anadolu Resulullah soğudu bunu. Sen çürüp dağıtansın, onu çürümeye dağıtansın. Şeylerde Erkutullah'ın oturup olgan, ellerde işini kıldığım olsa, Erkutullah'ın olsa şu kalem duvatından çekendek, bunda işini kıldım. Tabi hiç ihtimallık yok. Bu kıyamdaki andan 4-cü güne öğretmenlik olanlardır. Öğretmen tozup, çamakıza kıldığı demek için. Aşağıda o eğer 4 gün, 3 gün önce yeni varsa o giderlerden koyuyordu. Valla şimdi degen da sahabe kiramlar bu dunyodan to'yib ketsin bu oxirat qo'yib qo'ymaylarida deb shuna o'zi talab qilib shunday namaz tushirdilar keyin namaz tushirish namazga qo'yildi albatta va bil jumlati fal ahadithu fi zalika mukhtalifa yani shu o'rak ko'lmida maydonda qilgan musallarda anda qechib ketdi sayliqda qo'lab tashlab turadi deganda har xil rivoyatlar kelib qolgan deydi. قال أحمد أكثر الأحاديث على أن لا حفرة الإسلام كيف قسمه ولك كل ما يدري أنه بالدردود وقال مالك يضرب في الحدود الظهر وما يقاربه إمام مالك دبتون در ورشتا belgilengen cezanı icra kılışta biz belige ya dümbesiga uçsa vurmayız başka yapmayız debdi. وقال أبو حنيفة والشافعي يضرب سائر الأعضاء ويتقي الفرج والوجه يزولا أو تقومز باشتيال المرمز وزاد أبو حنيفة الرأس أبو حنيفة بشغو ميمز يزيلا ممس بشغال ويجرد الرجل عند مالك في ضرب الحدود كلها إمام مالك نظر ده أكشف قاسا bütün belgelengen cezalarını icra kılıp uruş için kılın kiyimlerini saldırıtmaz. Mücerred degen kılın urushning zarbisini to'sab qo'ydigan paxtaliq kiyim, juva manasini saldırıtmaz. Bo'lmasa darra toza og'ritmaydi. Degi yalang'och qilamiz degan gap emas. Wa inda ash-Shafi'i va Abi Hanifa ma 'ada al-qazf ala ma sayati ba'd. Bu ishkaylanning qarshida qazf jinoyatiga berilgan jazodan boshqa jazolarda shunda qilin kiyimni saldırıtmaz demoqchi. Va yudrabu indal jumhuri qa'idan. Ko'pchilik olimlarning nazarida o'tda uzib turib uriladi, qamchi usaqchi. Va la yuqamu qa'ima. O'rta uzib turib umaymas. Xilafan liman qala innahu yuqam. Ya o'rta uzib urimiz deganlarga xilof holatda jumhur o'tda uzib urimiz dedi. Lizahir al-ayat. Oyatning zahiri bo'yicha o'rta uzib qo'yimiz deganlar vaqti deydi. Ama zahir ma az-zaniyatu vaz-zani fajlidu kull wahid minhuma. Bir adam o'rta uzun degan gap yo'q. Ularni o'rta uzimiz shu qoida demiş.
Otturaş degan gap yo'q bu yerda. Wa yustahabbu 'inda al-jami'i an yuhdira al-imam 'inda iqamati al-hudud ta'ifatan min an-nas. Hammalar mustahab deb qaragan bir masala bor. Bu bo'lsa-mu, shu belgilangan jazoni ijro qilgan chaqda zina jinoyatiga qarata imom yoki vali yoki qazoqning jamoatni akildi dedi. Bir guruh jamoat akilgan. لقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Ularning jazosini bir guruh mu'minlar ko'rsin, ibrat olishsin demoqchi. واختلفوا فيما يدل عليه اسم الطائفة. طائفة من المؤمنين degan necha kishi? 2 kishimi, 10 kishimi, 7 kishimi? degan ixtiloflashib qoldi. فقال مالك 4 وقيل 3 وقيل 2 وقيل 7 وقيل ما فوقها. 7 yuqori deganlar bor ekan, 1 deganlar bor, 5 deganlar bor. Har xil deb baqdi. Yana bu nas yo'q. Bir azroq bir jamoat bo'lsa bo'ldi. وأما الوقت أن قندا چغدا إجرا قلمز بنا فإن الجمهور على أنه لا يقام في الحر الشديد ولا في البرد الشديد. قد سوى قد سخت ولا في البرد دم يدا بو سوى قمدا قد سوى قد سوى چغدا قد سوى قوان چغدا أن قامچلايدغان إجرا قلدا شوق. ولا يقام على المريض كسل كشيغا أندا urush yo'q deydi. وقال قوم يقام بعضlar كسل كشيغا إجرا قلمز debdi. وبه قال أحمد وإسحاق مش كمان كسل كشكون إجراء قلمس دب واحتجوا بحديث عمر رضي الله عنه أنه أقام الحد على قدامة وهو مريض. قدامة ديان كشي كسل يتفكي إنه خدمتنا قلغان بيا يالمو ديك مو بس خدمتنا قيل جسا إنه لن زناق قواني كسل تروح شنو لا أنت Hazreti Ömer buna حد رمان دبقاسا yüzleri ölüdü bu. Etkadın yüzleri ölüdü. Sonra 100 tal çivik var bir süpür giderken ya ki bir kolunun sapkıdak neydi şu bir katım uğan diyende ki var. Ha şu Eyyub Aleyhisselam vakallıkını şuna dedi bu. Ve kul biyedike dıgtan fadrib bihi ve la tahnas. Bu hili şeriflik sınavda bizim ki? İle şer'iyye diyende güneş buldum. İle şer'iyyenin alının neçi kısmı bula bunun caiz var, caiz emas var da ayırgan. İmam İbnü rahmetullahi aleyhi de ayırgan. وسبب الخلاف معارضة الظواهر للمفهوم من الحد. ظاهر نصوصlar مشو حدni icra qilishga maqsadga zid kelib qolganday. Ayında bo'g'achqa bu yerda talashlar kelib chiqdi. Va huwa yuqama haythu la yaghlibu ala dhann al-muqim lahu fawat nafs al-mahdud. Bu haddin maqsad nima? Masalan, qamchilashning maqsad nima? O'lab qolmaydigan shaklda urush. Urib adablab qo'yish, boshqa ibrat qilish iborat. فمن نظر إلى الأمر بإقامة الحدود مطلقا من غير استثناء بعضهم ده كسل olsun zar vuruşumuz lazım deb qaraganlar يحد المريض كسل olsun urumuz dedi. ومن نظر إلى المفهوم من الحد المفهوم من الحد degan hadni icra qilishning maqsadi nima edi? Biz nimani ko'zlab icra qilib to'g'risa bu adablashdan iborat. Uni o'tirib yo'qotish emas, adablashdan boshqa ibrat qilishdan iborat bu deb qarasa قال لا يحد المريض حتى يبرأ كسلن سقاغن قدر ونقا هذه إجراء ميمز وكذلك الأمر في شدة الحر والبرد قد سقط سواق شغدمو حد إجراء مسلسل شو çünkü قد سقط وسق bu ayağının zarbesinden emas sıkı tınanmayı yaki bulanma ölüp ötüşü mümkün soğukta mı toğlap ölüp ötüşü mümkün qalin kiyimlarni soldirib urutdiqqa to'g'lab ulab qilish mumkin. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.